Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gojet.com mevalari haqida gaplashamiz. Bu Gojet.com mevalarimizni shifobaxshligi juda bir oliy darajada. Даже tan olingan Yevropalarda bu giyohlarda ichida birinchi o'rindagisi. Buni tarkibi ham juda bir inson sog'lom yashash uchun kerakli bo'lgan deyarli barcha element, mineral, vitaminlarga boy. Buni kelingizlar bugun tanadagi oq dog'lar haqida gaplashamiz. Ya'ni vitiligo. Vitiligoni yo'qota oladimi, yo'qmi degan masalada. Vitiligoni meditsinada ham aniq diagnoz qo'yilmayapti-ku, bu vitiligoni kelib chiqishi qanaqa sabablarga, qaysi sababdan, nima sababdan? Balkim immun tushib ketishimi, balkim immun qayta ishlashimi tana uchun. Balkim ichaklardan berayotgandir, qabziyatdan, balkim jigardan beryapti. Balkim modda almashuvi buzilishidanmi, aniq diagnoz qo'yilmayapti. Hozir men ayrim firmachilar dorilardan eshityapman. Mana vitiligoni 10 kunda yo'q qilib beradi, tuzatib beradi degan mumkin, tuzatishi mumkin. Lekin hech kim kafolat bera olmaydiki, erta 3 oydan keyin, 1 yildan keyin yana qaytib qo'zg'alishiga hech kim garantiya bera olmaydi. Bu vitiligoni kompleksni davolamadimi? Men ishonmayman bu narsaga qaytalamasligiga. Buni kompleks deganda qanday? Bu ichakni ham davolash kerak, immunni ham davolash kerak, modda almashishini davolash kerak. Shundagina qaytib bo'lmasligi mumkin. Agar bizlarda mana Gojet.com davolaydi deyapmiz. Agarda Gojet.comdan davolanib tuziladigan bo'lsangiz, sizda qaytalamaydi vitiligo. Chunki nima sababdan? Buni men to'liq aytib bilmayman. Bu narsani doimiy iste'mol qilib yurish kerak deyilgan. Doimiy iste'mol qilib yurish uchun sizda ikkitagina daraxt ekilgan bo'ladi. O'sha ikkita daraxtidan olinadigan mevani siz doimiy iste'mol qilib yursangiz bo'ladi. Bu narsaga imkoniyatingiz ham bo'ladi, sharoitingiz ham bo'ladi. O'shanda sizda qayta uchramaydi-da vitiligo degani. Qayta uchramaydi. Chunki siz doimiy iste'mol qilib yurasiz. Buni doimiy iste'mol qilib yursa ham ziyon yo'q. Qaytanga turgan bitgani foyda. Mana immun ko'tarib, qonni suyultirib, qonni tozalab, qon aylanishini yaxshilaydi, modda almashishini yaxshilaydi, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qobidagi dimlanishlarni olyapti, o'tdagi buyrakdagi toshlarni tushiryapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalab beryapti. Sizda deyarli barcha kasalliklar so'rilib ketadi. Buni oq dog'larga deb iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu sizdagi qo'shimcha boshqa sahringiz bormi, suyak yemilishi bormi, даже girijalarga ham to'g'ri keladi. O'sha hammasini tuzatib beradi. Sizda o firmani dorisini ichganingizdan keyin tuzalasiz, tuzalib ketasiz. Keyin mana dorini doimiy iste'mol qilmaganingizdan keyin yana paydo bo'ladi. Sizda shunga qarshi ishlaydigan tanani o'zi rivojlanmagan u. O'sha uchun yana qaytalanishi mumkin-da. Mana bir tanishimiz ham davolanyapti, men ham shuni kuzatib boryapman, lekin video qilganim u shu mana firmaning dorilari bilan tuzalyapti. Bir 2 yillar bo'lib qoldi, davolanib kelyapti. To'liq hali tuzalib bo'lganicha yo'q, lekin effekt beryapti unga ham. No, ko'p puli ketdi hamda o'shanga. Qashqi 20 millionlar puli ketib qolyapti 2 yil ichida. Men o'zim 3 kishini davolayapman shu vitiligoni. O'zim kissamdan xarajat qilib, shu xalqqa ko'rsatish uchun. Lekin effekti yaxshi. Hali to'liq tuzalib ketdi deya olmayman, lekin yaxshi. Ularni ham to'liq tuzalganini ham keyin kelajakda videolar qilib qo'yib boraman. Nasib bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Xalqqa ko'rsataman, buni isbotlab ham beraman. Haqiqatan vitiligoni davolanishini. Davolansa bo'ladi. Vitiligoni avvalambor tushkunlikka tushmaslik kerak. Avvalambor keyin mana yeydigan ovqatlanish madaniyatini o'rganish kerak. Bu mevamiz iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sizda umuman bir ichaklarda zaharlanish, ich qotish degan narsalar bo'lmaydi-da. İçingiz yaxshi kelib turibdimi? İchingizda ich qotish yo'qmi? İchingizda ichaklarda zaharlanish yo'qmi? Har qanday kasal tana so'rib chiqarib yuboradi o'zi. Immunitet degan narsa yaxshimi? Har qanday kasallik bilan kurashadi. Tanadagi har qanday kasallik immun uchun bu yot narsa-da. Immun o'zi kurashaveradi, miya buyruq beradi, immun o'zi yo'q qilaveradi har qanday kasallik. O'sha uchun faqat kayfiyatni yaxshi qilish kerak, ovqatlanish sal e'tiborli bo'lish kerak. Shunda hamma darddan tuzalsa bo'ladi, nafaqat oq dog'lardan.
boshqa kasalliklardan ham tuzalsa bo'ladi. Faqat kayfiyatga juda e'tiborli bo'lish kerak. Tushkunlikka hech qachon tushmaslik kerak. Mana oqdog'larda bilaman, qaysiga qarasam tushkunlikka tushib qolgan. Oqdog' bu kasallik emas. Bu odamga hech bir ziyoni yo'q. Faqat shu xalqni orasiga kirishga mushayt qiladi. Xalqdan o'zini ayirib qo'yadi insonni. O'sha tomondan sal noqulay. Xuddi hamma shuni qo'liga e'tibor qilayotgan, badaniga, yuziga e'tibor qilib turgandek bo'laveradi. O'sha tomondan odam stressga ko'p tushadi. To'g'ri, qiyin narsa bu. Lekin iloji boricha stressga tushmaslik kerak. Stressga tushgandan keyin bu ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. O'sha uchun ishonch bilan aytib bilaman men, tuzatsa bo'ladi oqdog'larni. Bafurjon, birgalikda, masalan, iste'mol qilyapsizmi, doim qo'ng'iroq qiling, doim maslahat so'rang. Nima qilish kerak, qanday qilish kerak? Tuzalishim uchun. Tuzalsa bo'ladi. Astoydil harakat qilgan odam har qanday darddan qutulsa bo'ladi. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kasal bo'lmangizlar, doimo sog' yuringizlar. Tushkunlikka ham tushmangizlar hech qachon.